Elchin Safarli. Men albatta qaytaman. Men o'sha hayotga qaytishim kerak. U meniki, men uchun. Men o'zim uchun aytayotgan bo'lsam, unda baxt izlab sharqqa jo'nab ketgan ayollar avlodining ovozini eshitaman. Men u yerda, vatanimda baxt yo'q demayman, demaganman ham. U mavjud. Men albatta qaytaman asari rus ayoli va sharq erkagi orasidagi orasqo'y muhabbat qissasidir. Mentalitetlar orasidagi tafovut va turli-tuman shart-sharoitlarning tayzig'iga qaramay, ular bir-birlari sari ovlarni yengib o'tishadi. Men albatta qaytaman davr ruhini tasvirlagan roman bo'lib, Safarli bir taqdir qissasi orqali baxt izlab sharqqa yo'l olgan butun bir rus qizlar avlodining hayot yo'lini bayon qilib bergan. Bu kitobda umid, ishonch, baxt kabi so'zlar va ulardan kelib chiqadigan jumlalar 1000 martadan ziyod tilga olingan. Aziz kitobxonlar, Zaribdor tuman axborot kutubxona markazi ushbu yozuvchi Elchin Safarlining Men albatta qaytaman asarini o'qishingizni tavsiya etadi.